Yo'qolgan malika. Anastasiya Rossiya imperatori Nikolay II ning kenja qizi edi. 1917-yilda qirollik oilasi ag'darildi va ularning barchasi asirlikka olindi. Ammo keyin ulardan hech kim tirik qolmadi. Yoki unday emasmi? Rasmiy tarixga ko'ra, Romanovlar oilasi 1918-yilda otib tashlangan. Lekin ko'plab ayollar keyinchalik o'zlarini Anastasiya deb da'vo qilib chiqishgan. Ulardan eng mashhuri Anna Andersen. Anna Andersen o'zini qirolicha deb tanishtirdi va qirollik oilasi a'zosi ekanini isbotlashga harakat qildi. Hatto ba'zi odamlar bunga ishondi, lekin 90-yillardan keyin ilm-fan bu sirni ochdi. DNK tekshiruv natijalari Anastasiya haqiqatdan ham 1918-yilda vafot etganini isbotladi. Ammo shunga qaramay ba'zi odamlar hanuzgacha bunga ishonmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Anna Andersen firibgar edimi yoki malika tirik qolganmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.